Kichik do'stlar, sizlar tunji qadamda A harfining har qaysi shakllari bilan tanishish oldida turibsizlar. Endi ular tanishlik basi qandaq? Bosh A, yolg'iz A, oyoq A, o'lanma A. Endi qiziqarli misollar bilan ularning so'zlaridagi o'rnini ko'rib boqandik. Apaq ayga o'xshaydi, ay egisanda to'xtaydi. Ördek ori kötürüp, iştin yandı, herip ketkeş bir haza, yığılıp aldı. Şar, 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 şar uçudu, etin uğuca, yerge düşmeydi. Abla kimnin ön algısı nakşı eytidi, abbaq tışkan kapı bulup, yırak ketidi. Bağvan ve onun oğlu. Yakın zamanlarda bir bağvan boğay ötken iken. Boğayının bir oğlu bulup, ikisi naayeti idil inak yaşaydı. Bala mektepte okuydu. Boğay bolsa etiz erik işlerini kılıp armaydı. Bir günü bala mektepten kayıp gelip boylusuna kirse, dadısı atını yetilep çıkıvatmadı. Dodo nege borsun? Deptu bala. Aqtashdagi baqqa deb javob beribdi boğay. Men mi boraman? Deptu bala. Balam, uya bak yiroq, qiladigan ishlar ko'p, zerikib qolasanmikin? Deptu boğay. Kuyimchanlik bilan. Ünalgını elib olsam zerikmayman. Deptu bala ergilan. Ondaqda chaqqan bo'l. Deptu boğay. Balasiga maslahat. Bala hapila-shapila uyga kirib, ünalg'usini ep chiqibdi. Ular atni bo'lishiga chaptirib, boqqa tezlik yetib keldi. Ikkalan mevalarni uzishga boshlabdi. Üzüp harmabdi. Ularning g'ayratiga opirin o'qib, to'rnilar ko'k osmonda larzon qanot qirqishibdi. Ünalg'u balig'i madad berib, naqshi o'qibdi. Ular ishlayverib, kech kirganini sezmay qoldi. Mevalar üzilib tugadi. Ata bala xushal xuram halda olma, anar, omutlarini joylashtirib bo'lib, uyiga qarab yo'l oldi. Bala yo'lda kelib etib dadasidan so'rabdi. Dada biz nimishqa shuncha qattiq ishlasak horg'inlik his qilmaymiz. Buni so'rab yaxshi qilding o'g'lim, debdi boy. Bir narsani o'ylagan qiyofatda. Ko'nilada baxt keladi nadin, peshonangdagi ta'din degan gap bor. O'rin odam asonli herib qoladi. Shunlashqa ularning erishadigan narsasi oz bo'ladi. Qancha ko'p tirishsak, shuncha ko'p baxtga va natijaga erishalaymiz. Bu xuddi maktabda tirishib o'qisang, kun siri bilimlik bo'lib, kelgusida katta odamga aylana oladiganligiga o'xshaydi. Dada katta degan gapning ma'nosi nima? Katta degan ostimizdagi otdek chopqur, ko'kdagi quyoshdek nurliq, tornalardek ko'kda parvoz qila oladigan degan gap. Debdi boy. Oy, men katta odam bo'laman. Debdi bola. Qiyinga patmay. Shunday qilib, ular xushal xuram holda uyiga qaytib keldi.